ko'rishib qolsak bo'ladimi? Yo bo'lmaymi? 10-15 yo'q 10-15 bo'lmaydi. Men bir oy O'zbekistonda bo'laman, Toshkentga boraman yaqinda. Nosdan bilet etding kayfini ammangni olmagasizga maza qilib nochga o'tirdim bilan. Siz zerikyapsiz ekan, o'shanga keldimda. Sovg'ing ochildimi? Ha, sovg'am ochildi. 40 ga podarka oldim. 45 gami? 46. Ya 48 ga ekan. Endi WhatsAppda qiyin bo'lganda. Yo'q. Hamma 2 dan urdi. Bitta kishi hech nima urgani yo'q. Hamma to'dalan 2 ga. Bo'lmasam shu 2 ga bilan WhatsAppda hammasi bilan. Ben tashog'ini yetib shu gapingizga. Bizgalter kiymaganmisan? Bizgalter yo'qmi? Tirs kiydingizmi? Tirs kiydingizmi? Boshingizdagi nima? Boshimdagi qalpoq arabcha. Shayxman-u, shayx. Sardor Sultan. Foydam Bir berging bora menga to'g'ring dedi. To'g'ring donasizga yarim kecha hech kim yo'q. Bir berging bora menga to'g'ring dedi. Sizga nima beraman? To'g'ring dedi, ko'ngling dedi donasizga. Bir berging bormi yo'qmi? Yo'q, nima beraman? Javob ko'nglingni gapir, yo'q. Bu uyalma. Bu yarim kechasi o'zimiz hamma uxlab qoldi donasizga. Ikkalamiz o'tirib. Bir berging bormi yo'qmi? Qo'lingga qoling. Tushundimsiz? Bir ko'ngling bor, nima ochig'ini aytavermaysan. Ko'ngling bor-ku. Plus. Ko'nglim yo'q, bergim yo'q, qani. Ekrangizga bosinglar. Tomoqlarim bo'g'ilib ketibdi. Ko'z temasin. Tomoqlarim bo'g'ilib ketibdi. Qachon bir Dubayga sayohat? Dubaydami? Dubayda. Ya, siz Zamirani yaxshi boringga qoling. Zamira bilan ajrashib ketdik o'rtamizda bola bo'lmadi. Bo'lmaydi-da. Rostdan ajrashib ketdik Zamira bilan, gaplashmaymiz hozir. Realni xafa bo'ldim, kechirmayman. Tiz cho'kib kelsam kechirmayman. Men bo'lmasa kecha qo'shdingiz. O'sha kecha oxirgi martasi bo'ldi-da. Oxirgi marta. Yana bir marta qo'shsa nima bo'ladi? Yarim marta ham qo'shmayman. Agar yana bir marta qo'shsangiz agar o'tirib olaman. Qachon Dubayda, yaxtalarda. Men xunuk edim. Meni figuram to'rtburchak edi, men xunuk edim. Bir donasan, bir dona. Sendagasi bitta. O'zingiz shunaqa. Sendagasi bittagina. Faqat hozir emas, 10-15 kundan keyin ko'rishsa bo'ladi. Hozir tirnoqqa qilyapman. O'ta ham qattiq. Oy, uloy. Ko'ylagim qarang qanday chiroyli. O ko'ylagim bor deysan, nega ajab, uni kiyib yurmaysan, ey mama Rajab. O'lay. Ko'ylaklarni bir yarashib turishini qaramini, ko'z to'ymasin. O'lay o'zim. Bo'lmasa bir 10-15lariga ko'rishib qolsak bo'ladimi? Yo bo'lmaymi? 10-15 yo'q 10-15 bo'lmaydi. Men bir oy O'zbekistonda bo'laman, Toshkentga boraman yaqinda. Nima qilasiz Toshkentda siz? Dokumentlarim to'g'rilayman. Qanday dokumentlaringiz? Viza. Nima uchun viza kerak sizga? Kanadaga viza kerak. Kanadada nima qilasiz endi? Kanadadan Asta Amerikaga o'tib ketaman. Nima bo'lsa ham shu negri qo'tag'ini bir yeb ko'rmoqchisizda. Negri qo'tag'ida qo'yam, menga kerak emas. Nima qilasiz bo'lsa Amerikaga borib olib? Tinchgina yashayapsiz mana o'zingizda 100
O'zbekistonda siz. O'zimni uyim emas, kvartira $500 to'layman har oy. Uyi og'ziga sutka $500 kvartira bormi O'zbekistonda? Da, $500 to'layman. Suvlari bilan, gazlari bilan $600 bo'lib ketadi. Vochi. Kuni bilan konditsioner ishlaydi. Vochi. Chestna. Vochi. Toshkentda $1000 bo'lib yotibdi kvartiralar. Men uyimni remontini. 10 ta benizni sikishtirib oldim. 10 ta beniz qoldi jana. Ko'rdingmi? Ya, benim esimdan chiqib ketibdi. Voy bila, kutmisiz Sardor Sevgi aka. sevgi derler, sevgi beni yerler. Hozir 16 ta benizni sikishtirib Uyim o'tiribsiz. Mash kvartiracha $500 to'laysanmi? $500 to'layman. Bu nimasiga $500 pul to'laysan? Dubay bo'lsa ekan, ham hadis Dubay emasda. Remontlari zo'rda mana. Necha xona bu? 3 xona. Ashuna siniq oynalarda rasm tushib moda bo'ldi. Hamma shunaqa oynalarda rasm tushib qo'yapti. Voy. Bir qultum suv. Qayerdasan sen? Uyingda kim bir o'zing turasanmi shu uyda? Ha, bir o'zim turaman. Voy bilan. Kerak emasmi? Yo, sherik kerak emas. Dahshat ekanda, remonti zo'rda, o'sha uchun. Figura. Uyni remontichi. Zo'r ekan xonalar, ha? Zo'r ekan. Lekin arzon ekan $500 bo'lsa, O'zbekistonda o'zi arzonda kvartiralar. 300, 400, 500. Zo'rlari bir 5, 600, 700, 800 da. Ben kuniga $400 to'layman. Kuniga $400. Alba yo'qmisiz? Siz kiringda bugundan ko'ringchi Dubayda gazsalar narxi qancha ekan? Qancha? Dubaydagi gazsalar narxini ko'ring. 3 xonali, suite room, ashlar Turdayam ko'rganman-da. U tur allamchi bo'ladi. Sizda shahar chekkasida Misr joyga borib tashlaydi. Shaharda o'rtasidan joy beradi. Eng arzon $400 edi. Voy billah. Dubay edi. Yaxshi qiz. Onasi desa bir kechasi $100,000 degansiz borib ko'rdim. Qo'yit qildim. Narxi kerak. Ha? Arzonroq joyda tursangiz ham bo'ladi, pulingizni to'plab. Endi bu arzonroq joyda tursa ham bo'ladi. Men shaharda o'rtasida turaman-da. Markazda. Vinimni olib qo'ydi. Men vinim normal lishotga yiqqandim. $100 ga ham bor deydilar. Kelsa jindek bor, $100 ham bor. Bitta xonalida. Men bitta xonada ever qilsam, meni quvib yuboradi libogasiz. Men baqir-chaqir muzika eshitaman yarim kechalab. Menimda baqir-chaqir qilaman xuddi o'zim uyimdagidek. Qo'ymaydi baqir-chaqir qilgan. Siskadi birdan. Men sevaveradi. Xalid iltimos qilyapti, gubernator unvonini bering ekan. Nima degani? Nima degani Sardor aka? Moderator so'rayapti, moderator berilmaydi. Moderator har kimga bermayman. O volparator joni sog' bo'lsin. Men bitta qizga moder bergandim-da, aslida u o'g'il bolaga moder bergandim. Aslida u qiz bola ekan, men donatorlarim bloklab tashlagan. Og'ziga suki. Og'ziga. Qaysidir videoga qiz bo'lgan. Yusa deb akkaunt ochib keldi efirimga. Keyin men o'g'il bola deb 3 marta o'rtadan moder bering. 50-levelgacha menga yurgan bo'lsa ham men hammaga bermayman. O'zim bergim kelgan odamga moderator berib qolaman. U padarkasi uchun, sovg'asi uchun unday bermayman. O'zim ko'ngillasam kimgadir bergim kelsa beraman. Bo'lmasa bermayman. Jahlim chiqqan payt hammasini so'kib olib taylayman. So'kib olib taylayman, qo'yib menga. Sardordan ko'ring. Fohishalar bormikan Dubayda deydilar. Tiqilib yotibdi-yu. O'sha so'ragan odamning onasi ham ishlaydi chog'da Dubayda.
Kecha men siz bilan ko'rishsak bo'ladimi? Donatorlarni blok qiladi. Ha. Yo'q, bermang hech kimga majratir. Lekin kim qilganini ko'rib tursa bo'ladi. Fohisha, unaqa narsa hamma joyda bor. U majburlikdan kimdir kim bo'lishda endi misol men shuni tushundim. Majburlikdan qiladi, hech kim xola fohishalik qilmaydi. O'shalarda ham vijdoni bor, uyati bor, narsasi bor, lekin majbur bitta qo'ttoq boshga o'xshagan dabbaga yerga tegan u qo'ttoq bosh jala. Bugun zo'r gapirdim. Ana ayol nimaga o'shanga yordam qilmadingiz? Boyagi bitta kasal doktorxonada doktorga yotadigan ayolgina bor-ku, so'kdi-ku. Men rosa so'kdi, kunlarimda og'ritdi, shuni eslatmay haromini. Shuni eslatma, haromini eslatma shuni. Bu saraton bo'lganmi? Qanaqadir? Poyezddan iskirt ekan u kim bo'lsa ham. Gandon ekan, toza gandon ekan. Qip-qizil qo'ttoq bosh ekan jala. Onasini qo'shma dedi. Seni ham onangni eshaksin shakina. Qanday tushunding? Pokhoy menga. Erkakka pokhoy naxu. Mujikka pokhoy naxu bular. O'sha fohisha deb gapiryapti-ku. U hamma joyda bor. Bitta Dubayda yo bitta boshqa davlatda emas, hamma davlatda bor. Endi o'shalarda ham bitta qo'ttoqbosh uylangan. O'sha uylangandan keyin o'sha gandon jala bolalarni boqolmagan, o'sha gandon qarasha olmagan, o'sha qo'ttoqbosh bolasiga qaramagandan keyin iloji yo'q, ayol kishi nima qilsin jala? Ishlaydi, iloji yo'q. Nima qilsin? Qanday bo'lmasin ishlaydi, bolasini boqish kerak. Iloji yo'q. Hech kim havas qilib jalablik qilmaydi. Hech kim havas qilib fohishalik qilmaydi-ku. Cheks yutaylik vinimni olib qo'ydi. Yutaylik. Qo'ttag'imni yutasan. Bu ham vinimni yutaman. Bo'lmadi. Kelsa jinday. Allo. Assalomu alaykum, kim bu? Hay. Eshitaman. Boring, naryoqda dirachsiz o'ynab o'tiring, iltimos. Menga telefon qilmang, boring. O'chirib qo'ydi. Nimani gapiryapti? Yarim kecha soat 3 ta. Yo'q. O'tirmagan bitta men qoldim. Ular ancha yillik tanishimda. Hamma bilan o'tirib chiqdik. Bitta narsa aytaman. Oy ham osmonda chiroyli ko'rinadi, yulduz ham osmonda chiroyli ko'rinadi akalar. Yaqinlashdinglarmi? Bo'ldi, chiroyi qolmaydi, so'nadi u nuri. Tushundinglarmi gapim ma'nosini? Kim tushundi gapim ma'nosini? Oy, yulduz uzoqda turganligi uchun ko'zimizga chiroyli ko'rinadi. Tushundinglarmi? Turg'izdi. O'chiring. Hop, o'chirmas. Ertalab soat 8 da uxladim. Bir kundaki 10 ta odamga aka 1 ka bering, aka 2 ka bering deb o'tiraman. Siz ham qanaqa? Siz o'z so'ramaysiz padarka, to'g'ri, lekin men padarka so'rayman. Kirgan odamdan so'rayman, efirimga kirgan odam. Aka 1 ko'ring, 2 ko'ring deb. Qizlar hozir ertalabdan to bir xotkasiga 500-600 dollarlab topib yotibdi-da. Samarqandda biznes qimmat bo'lib ketgan. 500 bitta borib restoranga o'tiradi, 500-600 ga gaplashadi, ketadi. Men ertalabgacha daxuy odamga yalinib o'tiraman-da. 100 dollar ishlaymanmi, yo'qmi, yalinib o'tiraman. Qo'ttag'im deysan, 200 mingga sikib yurishdi. Buyunam men al desam, dinna qo'yib berdim sizlar bilan.